Bizni kam ko'rasiz, ammo aynan biz chegara askarlaridek ertayu kech sizni va uyingizni xavfsizligini ta'minlaymiz. Men oddiy avtomat bo'laman. Mening vazifam oddiy va aniq. Agar kabel qizib ketsa yoki qisqa tutashuv bo'lsa, darhol shiq etib o'chaman. Mening asosiy vazifam uyingizni yong'indan asrash. Mening ismim Uzo. Juda sezgirman. Agar biror joyda sim ochilib qolsa va siz unga tegib ketsangiz, men buni darhol sezaman va tokni uzaman. Meni vazifam simlarni emas, aynan sizni va farzandlaringizni tok urushidan saqlash. Menga qaranglar. Men div avtomatman, ya'ni har ishga qodir askar. Chapdagi ikkita og'aynim qiladigan ishni bir o'zim bajaraman. Ham simni yong'indan saqlayman, ham sizni tok urushidan. Ishtingizda joyni ham tejayman va aqlli ishlayman. Men esa kuchlanish relesi, xalq tilida relе напряжения. Tarmoqda tok 220 dan sakrab 300 ga chiqib ketsa, televizor va muzlatgichlaringiz kuyib ketadi. Men buni doimo poylab turaman va xavf bo'lgan ondayoq tokni o'chirib, texnikangizni o'limdan saqlab qolaman. Men esa bir faza uchun volt o'lchagichman. Oddiy xonadonlarda ishlayman va uyingizga kirib kelayotgan faza quvvat haqida ma'lumot beraman. Men esa bu yigitchani akasi bo'laman, ya'ni 3 fazali volt o'lchagich. Men katta xonadonlarda va zavodlarda ishlayman, 3 ta fazani nazorat qilish uchun. Men esa kullerman. Bu askarlar ertayu kech ishlayverib, yonib ketmasliklari uchun elektr shitini muzdek qilib turaman.